Men oddiy ayol edim. Nevarali bo'lishni orzu qilardim, ammo hayot meni butunlay boshqa yo'lga burdi. Kelinim bilan munosabatimiz iliq emasdi. U ko'pincha erimning o'g'liga, mening kuyovimga beparvo munosabatda bo'lardi. Men esa unga mehr bilan qaradim. Har kuni oilamni saqlab qolishga, bolalarimni parokanda qilmaslikka harakat qildim. Ammo taqdir shunday bir kunni berdi. Birgina xatolik butun hayotimni o'zgartirdi. U kecha men bilan gaplashgani kelgandi. Ko'zlarida yosh, yuragi sinib turgandi. Kelinim uni mensimayotgani, boshqa erkaklar bilan yozishyapti dedi. Men esa uni yupatdim. So'z bilan emas, mehr bilan. Va o'sha mehr oramizda chegarani yo'qotdi. Birinchi bo'lib u meni quchoqladi. Men yuragim bilan qarshilik ko'rsatdim. Lekin yurak quloq solmadi. Oramizda jim ammo baland faryoddek sukut turdi. Shu sukut ichida gunoh sodir bo'ldi va men homilador bo'ldim. Ha, bu sharmandalik. Ha, bu jinoyat emas, ammo xiyonat. Yuragimni yeb bitirayotgan, har kuni ko'zguga qarasam o'zimdan nafratlanishga majbur qilayotgan sir bu. Men hozir yolg'izman. Hech kimga ayta olmayman. Faqat yuragimda bu chaqaloq meni jazolayotgan, ammo shu bilan birga menga umid ham berayotgan jon. Men bu sirdan qochib qutula olmadim. Har kuni uyg'onganimda ichimdagi hayot menga kimligimni eslatardi. Ko'zlarim kuyovimga tushganda yuragim ikki bo'linardi. Bir tomoni mehr, ikkinchi tomoni nafrat. U esa hali ham meni hurmat bilan opa deb atardi. Xuddi hech nima bo'lmagandek. Yoki u ham yuragini ko'mib qo'ygandir. Balki unutgandir. Ammo men unuta olmadim. Qornim kattalashib borardi. Savatlar o'rtida yashirishga harakat qildim. Qishki ko'ylaklar, keng yelkaliklar. Ammo bu haqiqatni hech narsa bekita olmasdi. Kelinim sezmayaptimi? Yoki sezib turib ko'z yumyaptimi? Bir kuni tongda hammom oynasiga qarab turganimda o'zimni tanimadim. Ko'zlarimda uyat, ko'ksimda og'riq, qo'llarimda esa hech kimning kechirmasligiga ishonch. Ammo bu bolani tashlab keta olmadim. U ayb emas. U men va bir gunoh orasida yaralgan hayot. Uni yuragim bilan his qilardim. Har bir harakati, har bir tebranishi menga yangi savollar berardi. Sen kim bo'lasan, bolam? Men seni qanday sevaman? Va seni qanday himoya qilaman?
bu dunyodan. Vaqt orqasiga qaramasdan o'tardi. Qornim sezilarli bo'lib qolgandi. Uyda esa ko'zlar ortidagi savollar ko'payib borardi. Kelinim meni kuzatardi. Ko'zida shubha, ohangida sovuqlik. Kuyovim esa endi menga ko'z tegizmasdi. U og'zini yopgancha yurar, yuragi bilan chichqirardi. Bir kecha hammomda oynaga tikilib turganimda kelinim eshikni ochdi. Siz homilador bo'lib qolganingizni yashiryapsizmi? Yuzimdan qon qochdi. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Gapirolmadim. U menga uzoq tikilib turdi. Yillar o'tdi. Mening bolam endi bola emas. U maktabga boradi. Bilimli, mehribon, yolg'on yoqtirmaydigan bola bo'lib ulg'aydi. Uning ko'zlari aynan uning ko'zlari edi. Kuyovim unga ota bo'ldi. Lekin hech qachon mening o'g'lim deb atamadi. Faqat o'g'lim deb bo'lmaydi, lekin qalbimdan ajrata olmayman deganday sukunat bilan qarardi. U bola bir kuni menga savol berdi. Oyi, nega menga hech kim bu mening nevaram demaydi? Qani mening buvim? Nega men boshqacha his qilaman? Men qiynaldim. Nafasim qisildi. Og'zim quridi. Qanday aytaman? Qanday tushuntiraman? Sen o'zginam, men seni yuragimdan tug'dim. U menga qaradi. Nega yig'layapsiz? Men sizga ishonaman. Faqat haqiqatni ayting. Men o'shanda tushundim. Sir yurakda emas. Haqiqatda o'g'irlik. Bola yuragi eng tiniq tortuvchi tarozi. Men haqiqatni aytdim. Qo'rqmadim. O'g'limni quchoqlab, yig'lab, ko'ziga tik qarab, hammasini aytdim. U jim eshitdi. Keyin boshini quchoqqa yashirib, "Siz meni sevganmisiz?" deb so'radi. Men qattiq quchoqladim. Men seni gunoh ichida emas, yurakning eng toza nuqtasidan sevganman. U kechirdi. Bola yuragi kechiradi. Ammo jamiyat kechirmaydimi? U endi 20 yoshda. O'z yo'lini topgan, aqlli, salmoqli yigit. Hayotda o'z yo'lini boshlab, o'z haqiqatini bilgan, ammo yuragida javobsiz qolgan bir savol bilan yashab kelgan edi. Otam, haqiqiy otam kim? Men bu savolga yillar davomida tayyorlanib keldim.
ammo u uni men emas, bevosita unja berdi. Bir kuni tongga u kuyovim, ya'ni o'z otasi oldiga borib, "Aka emas, dada deb atashimga haqqim bormi?" dedi. Kuyovim uzoq jim qoldi. Nafas oldi, so'ng nihoyat "Sen buni juda allaqachon so'rashing kerak edi", dedi. "Ha, sen mening o'g'limsan." Lekin bu gapni aytishga yuragim chidamadi. Yigitimiz unga yaqinlashdi. Ko'ziga qarab, "Men sizni allaqachon ota deb ko'rganman. Faqat endi yuragim ham shunday deydi." Ular quchoqlashdi. Yillar davomida og'riq bo'lib yotgan sir bir so'z, bir quchoq bilan yengillikka aylandi. Men deraza o'rtidan bu manzarani ko'rdim. Ko'z yoshlarim yuragimdan emas, ko'nglimdan oqdi. Yillar davomida bosib kelgan yo'lim og'ir edi. Ammo bugun eng yengil nafasim edi. Ba'zan hayot seni gunohga olib kiradi. Lekin undan yasalgan rost eng sof tuyg'ulardan kuchli bo'lishi mumkin.